Qabr azobi va savol javobi. Odam bolasi bu dunyoda abadiy yashamaydi. Hamma inson bir kun vafot etadi. Ba'zilar uzoq yil yashaydi, ba'zilar o'rtacha umr ko'radi, ba'zilar esa yoshligida vafot bo'lib ketadi. Inson o'lgandan so'ng uning jonini farishtalar olib ketadilar. Agar u yaxshi odam bo'lgan bo'lsa, uning jonini jannat farishtalari olib ketadilar. Yomon odam bo'lgan bo'lsa, uning jonini do'zax farishtalari olib ketadilar. Insonning joni tanadan chiqqanidan keyin yo rohatda yoki azobda yashaydi. Vafot etgan kishini jasadini odamlar yuvib, kafanga o'rab qabristonga olib boradilar. U joyda o'likni yerga ko'madilar. Odam ko'miladigan yerni qabr deyiladi. Inson qabrga ko'milgandan keyin u yerda yakka o'zi qoladi. Hamma o'z uyiga, ishiga qaytib ketadi. Shundan so'ng Alloh taolo o'lgan odamni qabrda qayta tiriltiradi. Nima uchun? Bilasizmi? Chunki Alloh har bir insonni qabrda so'roq qiladi. Alloh qabrga o'zining 2 farishtasini yuboradi. Ularning ismi Munkar va Nakir deb ataladi. Munkar va Nakir qabrga kirib o'likni o'tkazadilar. Keyin uni so'roq qila boshlaydilar. Robbing kim? Robbimiz Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'onul Karim. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Ka'batulloh. Millating qaysi? Ibrohim Xalilulloh millati. Mazhabing qaysi? Imom Azam Abu Hanifa mazhabi. Do'stlaring kim? Do'stlarim chahoriyorlar. Ular kimlar? Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmon, Hazrati Alidir. Qachondan beri musulmonsan? Al-Misoqdan beri. Al-Misoq nima? Alloh taolo ruhimizni yaratib, ulardan va'da olgan kun. E'tiqoding qaysi? Ahli sunnat val jamoat e'tiqodi. Kimni yaxshi ko'rasan? Alloh taoloni. Undan keyinchi Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni. Undan keyinchi ota-onamni. Undan keyinchi barcha mu'minlarni. Seni kim yaratgan? Alloh taolo. Nima uchun yaratgan? O'ziga ibodat qilish uchun. Ibodat degani nima? Ibodat Allohning aytganlarini qilish degani. Iymon kalimasini aytchi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ma'nosi nima? Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning elchisi ekanligiga guvohlik beraman. Agar inson dunyoda Allohga iymon keltirgan va uning aytganlarini qilib yashagan bo'lsa, hech qiynalmaydi. Alloh uning tiliga to'g'ri javoblarni keltirib qo'yadi. U odam farishtalarning savollariga tutilmasdan to'ppa-to'g'ri javob beradi. Shunda qabr kengayib ketadi va gul va rayhonlarga to'ladi. Farishtalar qabrdagi kishiga do'zax bilan jannatni ko'rsatishadi. Ular qaragin, sening do'zaxda o'rning bor edi. Alloh uni jannatga almashtirdi. Endi rohat qilib uxlagin, deb chiqib ketadilar. Ammo o'lgan odam bu dunyoda dinga amal qilmagan bo'lsa, u Munkar va Nakirning bitta ham savoliga javob bera olmaydi. U juda ham qattiq qo'rqib ketadi. Farishtalar yomon odamlarning ko'zlariga juda ham xunuk bo'lib ko'rinishadi. Ularning ranglari qop-qora yoki ko'm-ko'k bo'lib qoladi. Ovozlari ham qattiq va qo'rqinchli bo'ladi. Kofir va munofiq odam
farishtalarning savollariga bilmayman deb javob beradi yoki qo'rqib deb turaveradi. Shundan so'ng qabrga azob farishtasi keladi. U qo'lidagi og'ir temir gurzi bilan u yerdagi odamning boshiga uradi. U odam dod faryod qiladi, ammo uning dodlarini hech kim eshitmaydi. Farishta uni azoblayveradi. Yomon odam to qiyomat kuni bo'lgunicha ana shunday azobda yotadi. Kofir, munofiq va yaramas odamlar qabrda bu dunyoda qilgan yomon ishlariga yarasha har xil azobda bo'ladilar. Yaxshi kishilar esa qabrda rohatda yotadilar. Usmon ibn Affon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mayit dafn etilgandan keyin qabr boshida turib birodaringiz uchun haqqiga istig'for ayting, unga sabot tilang, chunki u hozir so'roq qilinmoqda, dedilar. Abu Dovud va Bazzor rivoyati. Aziz mo'min musulmon birodarlar, men bu savol-javoblarni sizlarga ilindim. Yod olishni esingizdan chiqarmang. Chunki ertami kechmi har birimiz bu dunyodan o'tamiz va qabrda munkar va nakir farishtalarining savollariga javob beramiz. Ushbu savol-javoblarni yod olib, o'sha kunga tayyorgarlik ko'raylik. Sizlar ham bu savol-javoblarni do'st birodarlaringizga va yaqinlaringizga yetkazing va albatta savoblaringizni hisobini ko'paytiring. Alloh taolo barchamizni qabr azobidan asrasin. Amin.